22 dekabr çarşamba günü Uyghur, Tibet ve Hong Kongluk faoliyatchilar birlikte bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlardagi tanarkachilarni Xitoy sohibxonlik qiladigan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Amerika hukumati mushu oyning 5-da Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotganligini nazarda tutib, 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini jakarlagan edi. Rossiya prezidenti Putin Ukraina krizisi haqida tahdidlik bayonot e'lon qildi. Putin Rossiya taratqullarining ziyoratini qabul qilganda Moskvaning diplomatik natijaga erishish uchun Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga strategik bexatarlik kapolati taklifi sunganligini eskartdi. Rossiyaning bexatarlik kapolati uchun diplomatik tirishchanligini davomlashtiradiganligini bayon qilgan Putin, agar bu natijasiz bo'lsa, nima ish bo'ladiganligini so'ralgan. Bizning javobimiz o'xshamasligi mumkin deb javob berdi. Baş shtabi Londonga joylashgan iqtisod va savdo tadqiqot markazining doklatiga qaraganda 2022 yili dunyo iqtisodining GDP'si tunji qatim 100 trillion dollardan oshib ketadi ekan. Xitoy 2030 yilgacha Amerikani besib o'tib, dunyodagi eng chong iqtisodiy gavdaga aylandi ekan. Mazkur organ 1 yil ilgari Xitoyning 2028 yilgacha Amerikani besib tushadiganligini faraz qilgan. İlgilenishçe yaqinqi 24 soat ichida Xitoyda davlat ichi manbalik 158 nafar yuqumlanuvchi bayqalgan. Xitoy davlatlik sahiya komiteti e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, bu deloning 157si davlatning shimolidagi Shanxi o'lkasida bayqalgan. 12 ayning 9 kuni davlat ichi manbalik tunji yuqumlanuvchi bayqalgandan buyon bu o'lkada yuqumlanuvchi soni 485 ga yetgan bo'lib, 23 dekabrdan boshlab sirtqi chiqish cheklamasi va karantin tadbirlari yo'lga qo'yilishga boshlagan. Yevropa İttifaqı Xitoyning bir qism elektronlik mahsulot zapchaslarini Yevropa bozorida arzon bahoda to'kma qilib, setishiga qarshi boj qo'yishiga tayyorlik qilmoqda ekan. Angliya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoyning harakati iste'molchilarni arzon baholiq mahsulotlarga yuzlantirib, Yevropa Ittifaqidagi davlatlarning ishlab chiqarishiga xavf yetkazgan. Xabarda Bryoselning Xitoy mollariga tamojna beji qo'yish plani Xitoy bilan savdo urushini keltirib chiqarishi mumkinligini bildirgan. Asiya xalqaro xabarlar to'rining xabariga qaraganda, Malayziyada 12 ayning 17 kunidan buyon davomlashgan yomg'irdan keyin nurg'un rayonda kelkun ofati yuz bergan. Doiralar kelkunda hayotidan ayrilganlarning sonining 47 ga yetganligini va yo'qolib ketgan 5 kishini izlayotganligini xabar qildi. Egilinishcha taxminan 33 ming odam tarqoqlashtirilgan. Germaniya qurol eksportida rekord yaratdi. Germaniya iqtisod ministrligi bu yil qurol va harbiy uskunlarning setilish miqdorining 9 milliard yevrodan oshib ketganligini e'lon qildi. Setilish miqdori eng ko'p davlat Misr bo'lib, Misrga 4 milliard 340 million yevroluk qurol va harbiy asliha setilgan.